Ketdi, bola ko'rpachani ikkinchisini oyoqqa solgin. Dasturxon solib qo'ygan. Hozir boraman. Alo, Javob. Gruppani o'qidingmi, kelib qoldingmi? O'rtoq, men ishdaman, Amrat. O'zinglar mazza qilib o'tiravering. Keyingi safar boraman, xo'p? Bo'l, xo'p. Bo'pti. Bolalar. Qo'lingizga hamma telefonni ol. Plan B. Akalar, sizlar zakaz beruvmidinglar? Voy, keldi. Bani qo'ya. Shunaqa qilib chaqirmasa sen kelmasding. Javob, o javob. Qilasan Javohirda? Bu ham boradimi? Yo'q, bormaydi. Sen navbatda. Javob, cho'milgani boradimi? Yo'q, uyda yo'qman. Javob, cho'milgan borasanmi? Jonga tegdi shu o'rtoqlaring. Bor cho'milsang cho'milib kel. Sana bosh qiladigan ishlaring yo'qmi? Yo'q, aynan men zakaz olib kelishni qayerdan bilding? Men zakaz berib ko'rdim. Men ham zakaz berib ko'rdim. Men ham zakaz berdim. Men ham zakaz qildim. Bittasi bo'lsa bittasi sabab kelardingda. Savob kelmaguncha zakaz qilaverardik. Ke. Senga olib qo'yganmiz. Nima qaralaring? Rostdan shuncha narsani men uchun zakaz qildinglarmi? Yo'q, nima sen uchun bo'ladi? Volt Plus'ga obuna bo'lganmiz. Yetkazib berish nolsan. Uni ustiga Volt Plus'ga obuna bo'lganlar Fidap tomonidan 50% gacha chegirma bilan long chicken cheese, lavash kabi mahsulotlarni bemalol xarid qilsa bo'ladi. Eng qizig'i, sen o'zingni Java 15 promo kodini ishlatganmiz. Shu striylar bilasanlar-da, promo kod yangi foydalanuvchilar uchun birinchi 3 ta buyurtmaga 45 ming so'mlik chegirma berishini. Ya'ni 15 ming so'mdan 3 ta. O'shandan foydalangansanlar-da. Gap yo'q. Akalar, sizlar buyurtma beruvmidinglar? Sizlarga Aka zo'r gapiradi deyish shu to'tez. Вообще zo'r. Aka. Endi aka maqsad ko'taradigan bo'lsam, boshlig'ini taniysiz. Shu tug'ilgan kunlari bo'lyapti, shunga ikki og'iz tabriklayman boshliq deb bersa, shu uchun kelgandik. To'timi? Ha, to'ta. Bu to'tini o'zini fikri bor. O'rgatilgan narsani gapirmaydi, o'zi fikrlab keyin gapiradi. Birov gapini qaytarib bermaydi. O'zini fikrini aytadigan to'ti bu. To'g'rimi? fikr bor. Aka, gapirursin, bir yo'lni qilaylik. Aka, mana muomalasini qilamiz. Aka, gapirsin. Men bilmadim. O'zingiz harakat qilib ko'ring. Tabriklayman, boshliq. Baxtimizga sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Aka, o'zingiz bitta tabriklayman, janob boshliq. Tabriklamayman. Fikr yo'q. Hammani gapirtirgan. To'tini gapirtira olmasam nima qilsak bo'ladi? Aka. Aka, bo'lmasa montaj gapiradi, aka. Ha? Bugun nima qilib bo'lsa ham bu gapirish kerak. Xo'p. Voy, aka, sensasiya. To'tingizni qarang, tabriklashni, aka. Xo'jayin, boshliq, tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' bo'ling. Martabangiz ulug' bo'lsin. Hamma to'talar nomidan tabriklayman. Aka, bilasizmi? Endi bu telefonlarda, televizorlarda qo'yiladi, aka. Boshliq shunaqangi xursand bo'ladi. Televizor hamma joyda ketadimi bu? Albatta, aka. Lekin aka, bu to'tini o'zini fikri, o'zini gaplari, o'zini xohishlari emas. O'rgatilgan narsani gapirgandek bo'lgan, to'g'rimi? O'zini fikri emas, sizni xohishingizni gapirgandek bo'ldi. Lekin aslida gapirgani ham yo'q. Aka, bu yolg'on-ku. Siz televizorlarda ko'rayotganingiz hammasi haqiqat deb o'ylaysizmi? Keyin buni yolg'onligini kim biladi? Men bilaman. Yolg'on.